Assalomu alaykum. Men Jo'rayev Avazbek, 1970-yilda tug'ilganman. 42 yoshimdan sahar diabet kasaliga yo'liqib qoldim. Shu birinchi kundan boshlab meni insulinga o'tkazishdi. Insulin Lantusni ertalab 27-sa olardim. Navarapidni 3 mahal ovqatdan oldin 17-sadan olardim. 9 yil davomida xuddi shunaqa tarzda yashadim. Dasturxonga qo'yilgan ko'p ovqatlar mumkin emas edi, 70%. Shuning uchun ancha vesim ketib, ozib, kuchsizlanib qoldim. Bu ham yetmaganday 19-yil shamollab больницаga tushib, больницада abses bo'lib qoldim. Abses sepsisga o'tdi. Natijasida ikkita operatsiya o'tkazishdi. To есть 10 bo'ksamdan kesib shu absesdan yeringni olishdi. 10 ko'zim ko'r bo'lib qoldi. Bir kechada bu ko'zni ham operatsiya qilib olib tashlashdi. Bundan keyingisi jigarim onkologiya, boshlang'ich stadiyasi onkologiyasi chiqarib berishdi, yangi tashmida 6-korpusda. Общий hisobda 7,5 oy больницada yotib, to'g'risi hayotga o'sha ishonchim ham qolmagandi, juda ozib 53 kiloga tushib ketgandim, bo'yim 185. Shu больницadan chiqib kelganimizdan keyin Yangiyo'lda bir tanishim Botir aka degan inson mana shu korobkani olib kelib menga berdilar. Men shunda nimaligini bilmasdim. Shu Yaponiyaning mahsuloti ekan. Mana shu korobkadan 1,5 yildan oshiq mobaynida ichib, iste'mol qilib, hozirgi kunda уже 1 yil bo'ldi insulindan chiqib ketganimga, jigarimda hech qanaqa onkologiya qolmadi. Undan tashqari 7 ta xronический kasalim bor edi. Ularning hammasi yo'q. Allohga ming qatla shukr, soppa-sog'man. Mana shu mahsulotni Beliver kompaniyasi mahsulotini tavsiya qilaman hammalarga. Ichinglar, kasallardan tuzalinglar. Menga shu paytgacha sahar diabetdan kasal tuzalib bo'lmaydi deb aytishardi. Men живой свидетель, sahardan tuzalsa bo'lar ekan. Faqat ishoninglar shunga. Sog' bo'linglar.